Rabiul Avval oyining 12-kechasi, dushanba kuni, quyosh porlagan insoniyat tarixidagi eng quvonchli kun. Olam zulmat botqog'ida botgan bir holda Arab sahrosidan nur sochgan kun. Butlar yuztuban yerga yiqilgan, Makkadan chiqqan nur Shom qasrlarini yoritgan kun. Siz dunyoga keldingiz, Rasulimiz, Habibimiz, shafoatchimiz, payg'ambarlar xotami, Sayyidul avvalin val oxirin, Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam. Assalomu alayka ya Rasululloh. 571 milodiy sana, Rabiul Avval oyi 12-kuni, dushanba kuni butun olamlarga rahmat bo'lgan Rasulimiz alayhisolatu vasallam tug'iladigan kun yaqinlashdi. Shu payt Omina onamizda to'lg'oq boshlandi. Birpasda doyalar ham chaqirtirildi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning otasidan qolgan yagona joriya Umma Aymana degan ayol bor edi, Al-Baraka ismi bilan. Baraka degan bu ayol Umma Aymana darhol doyani chaqirib chiqdilar. Doya ham yugurib keldi va Omina onamiz oldida o'tirdilar. Boshqa ayollarda bo'lgandaqa to'lg'oq azobi ham, og'rig'i ham bo'lmadi, balki Rasulimiz alayhisolatu vasallamni Omina onamiz hech narsa og'rig'ini bilmagan holda dunyoga kelgizdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tavallud topayotganlarda ajib hodisotlar ham bo'ldi. Omina onamizni og'riq tark qilishlikdan tashqari go'zal bir muattar hidlar chiqib turardi. Hatto Imom Barzanjiyda Mavlid kitoblarida, qasidalarda biz masjidda o'qiyotgan mana shu mavlidning ichida bir iborani keltiradilar. Va xodara ummuhu laylata mavlidihi Asiyatu va Maryam. Omina onamiz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni dunyoga kelgizayotgan mahallarda Maryam onamiz bilan Osiyo onamiz atroflarida o'rab bular dalda berib turdilar. Omina onamiz hali unga qarar, hali bunga qarar, hech qanday qiyinchiliksiz Rasulimiz alayhisolatu vasallam tug'ildilar. Azizlar, bu zot tug'ilganlarida butun atrofni muattar hid tutib ketdi, munavvar bo'lib nurlari osmonga chiqdi. Umma Aymana ham tug'dirgan doya ayol ham Muhammad alayhisolatu vasallamni qo'llariga olar ekan hayratlanib ketdilar. U zot va barakot kindiklari kesilgan, hatto xatna qilingan deydi ba'zi rivoyatlarda. Qo'llari bilan avratlarini berkitgan holda, osmonga qaragan holda tug'ildilar. Tug'ilganlarda u zotdan chiqqan nur butun atrofni munavvar qilib yubordi. Muattar hidlari, jannat hidi ufurib turar edi. Shifoxonim olarkan Omina onamizga mujdalar bo'lsin, muborak bo'lsin. Shu bolani sen tug'dingmi dedilar. Buncha ham go'zal bo'lmasa-ya dedilar. Qo'llariga olar ekan Omina onamiz farzandini mahkam bag'riga bosib hidlardan hidladilar va hayron bo'lib bolasini bu go'zal hidiga mast bo'ldilar. Mavludi sharifda qasidada mana shu joyga kelganda bir gap qo'shadilar. Va qad istahsana al-qiyama 'inda zikri mavlidihi sharif a'immatu dawu rivoyatin va rawiya. O'tgan ulamolar, imomlarning ulug'lari ayni mana shu payg'ambarimiz alayhisalomni tavallud topgan joylarini o'qiyotganda Mavludi sharifda o'rinlardan turishligini odob sanagan ekanlar. Bu Rasulimiz alayhisolatu vasallamga bo'lgan hurmat. Mayli buni kimdir mubolag'a der, kimdir boshqa gap aytar, lekin bor haqiqati atrofni nur tutib osmonga ko'tarildi. Tug'ilib yetim tug'ilgan, otasi Abdullohni ko'rmagan bolasini bag'rlariga bosib, bu dunyoga kelganligini qutlab, munavvar yuzlik bolam deb bag'riga bosib o'pdilar. Vaqtiki kelib mana shu munavvar bo'lib dunyoga kelgan ulug' zot bu Ka'batullohni butu sanamlardan tozalab, kufr va shirk botqog'idan hammani xalos qilib, butun olamlarga munavvar va nur kirgizib, vahdoniyat dinini tiklab, mo'min musulmonlarga qiyomatga qadar Ka'batulloh bo'lishga sababchi bo'ladigan buyuk vazifani egasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ekanligini bilmagan bo'lishlari tabiiy edi. Payg'ambarimiz alayhissalom azizlar butun olamlarga rahmat bo'lib tug'ildi.